Hurmatli tomoshabinlar, mana qarang. Bunaqasi bo'lmagan dedi. 29-aprel Davlatdan keldi. seshanba kuni. YouTube Abroruz kanali uchun mana shu ot prisga qo'yildi akalar. Hech qanaqa pul tikmaysizlar. Abroruz kanalida davlatdan keldi videosi chiqadi. Bugun seshanba 29-aprel kuni. Videoni maksimal darajada like bosib, chiroyli izohlarni kommentariyada qoldirib, 10 ming ta like bo'lsa, bir hafta davomida videoda rekomendatsiyasiga o'zi eng yaxshi komment chiqib qoladi. Va shu eng yaxshi kommentariya yozgan akalarimizga mana shu otda akalar vodiy bo'ylab 100 ga olib borib beradi. Davlat akam nimaga ot tutdi deganlarga vodiy bo'ylab tutgan mard insonga Xorazmgacha ham, Qoraqalpog'istongacha ham, Tojikistongacha ham o'rtirib beraman. Laytni bosib yutib olganga. Yetib boraveradi. Ha. buni degan yana bitta narsa yuvoshligi zo'r ekan buni. Yosh bola ham buni o'radi. Otam otda 10 ming taga. 10 ming laytni shunday bosishsa, Hı. eng chiroyli yozgan, bunaqa 10 ta kerak emas. Bitta yozadim, 2 dona yozadim. Bir dona yoz, undan ko'p yozmasin. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Bir dona yozsin, chiroyli yozsin. Shunga 6 ming taga sement tarxonajimizni, 8 ming taga nariga otimizni, Aha. 10 ming taga katta otimizni Beriladi. beriladi. Sotib olaman degan odamga keyingi seshanba kuni